Assalomu alaykum barchaga. Bugundan boshlab Amasqul xususiy maktabining har bir afzalliklarini to'liqroq tushunib olish uchun, bilib olish uchun yangi loyiha boshladik. Bunda har bir savolni, ota-onalardan kelgan har bir savolni yoritib boramiz. Bunda bizga Xurshid og'am yordam beradi. Men savollarni berib boraman. Mesela boshladik Xurshid aka. Oxirgi videodan keyin ota-onalarda savollar paydo bo'ldi. Birinchi savol bu o'zi Amasqul xususiy maktabining oylik to'lovi narxi qancha bo'ladi degan savol bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum. Men ham kommentlarda ko'rdim. Eng ko'p berilgan savollardan birisi narx qancha degan savol bo'ladi. Xabaringiz bor, biz ikki hududda maktab boshlamiz. Birinchisi Urganch shahri va ikkinchisi Gullan tumani. Urganchda va Gullanda narxlar tafovut etadi, farq etadi. Sababi bu binoni saqlab turish xarajati bilan bog'liq. Shuning uchun buni to'g'ri tushunasiz deb o'ylayman. Birinchi navbatda Gullan tumanidan boshlasam, Gullanda ikki xil to'lov bor. Urganchda ham ikki xil. Birinchi navbatda maktabda o'qitish xizmati uchun to'lov. Gullan tumanida bu 1.299 ming so'm. Va undan tashqari ovqatlanish uchun to'lov bor. U 599 ming so'm. E'tibor bergan bo'lsangiz, umumiy yig'indi 1.898 ming so'm. Ya'ni taxminan 1.900 ming so'm atrofida bir oyda badal bo'ladi. Endi bevosita Urganch shahriga keladigan bo'lsak, Urganchda o'qitish xizmati xarajatlari biroz ko'proq, ya'ni 2.299 ming so'm. Taxminan 2.300 atrofida. Bu xarajatimiz ichida o'qituvchilarning barcha o'tgan darslarning to'lovlari, binoni saqlab turish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar o'shalar o'z ichine oladi. Undan tashqari ovqatlanish xarajati bor. Bu Gullan bilan bir xil 599 ming so'm. Jami 2.900 ming so'm atrofida bo'ladi. Ya'ni 2.898 ming so'm. Bu narx qimmat yoki arzonligini bilmayman, lekin agarda bundan ham arzon qo'yish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, biz shuni qilgan bo'lar edik. Bir vaqtning o'zida ikkita maktab ochishimiz ham asosiy sabablardan birisi tannarxni kamaytirish. Masalan, marketing xarajatlari, sotuv bo'limi, HR bo'limi, moliya bo'limi xarajatlari ikkala maktab uchun teng taqsimlanish hisobiga biz narxni biroz arzonlashtirishga harakat etdik. To'g'ri, bu narx hali eng arzon narximiz emas. Men harakat qilgan bo'lar edim, narx $100 dan baland bo'lmasligini. Lekin hozircha bizning moliyaviy modelimiz aynan shu narx foydali va shu narx qulay sifatida ko'rsatib turibdi. Bu yerda ota-onalar uchun chegirmalar va bonuslar bor. Eng birinchi chegirmani davlatning o'zi beradi. Ya'ni agarda ota-ona rasmiy daromaddan bolasini o'qish uchun to'lovlar o'tkazadigan bo'lsa, 12% daromad soliqdan ozod bo'ladi. Masalan, bu taxminan 300 ming so'mdan yuqori bo'ladi. Bu degani bizning maktabimiz narxi 2 million 900 yoki 1 million 900 bo'ladigan bo'lsa, 300 ming so'm olib tashlaydigan bo'lsak, 1 million 600 yoki 2 million 600 atrofida bo'ladi ota-onaga. Undan tashqari boshqa chegirmalarimiz ham bor. Bu chegirmalar bo'yicha birin-birin tushuntirib beraman. Bundan bir savol berib o'tsam. Demak, Urganchni oladigan bo'lsak, 2 million 900 ming so'm, buning ichida demak barcha o'qitish xarajatlari va 3 mahal ovqatlanish nazarda tutilgan. Albatta 3 marta halol ovqatlanish nazarda tutiladi. O'qitish xarajatlari, undan tashqari medosmotrlar bor bizlarda, tibbiy ko'riklar, sug'urtalar, ota-ona bilan aloqa vositasi seriyamlar, o'shaning xarajatlari ham buning ichida o'z aksini topadi. Endi chegirmalarga to'xtalsak, qanday turdagi o'quvchilarga yoki qanday turdagi ota-onalarga chegirmalar bor? Zo'r. Birinchi chegirmani davlatning o'zi beradi. Ya'ni podоход налогdan davlatimiz ota-onalarni agarda xususiy maktabda bolasini o'qitgan bo'lsa, ozod etadi degan qaror bor. Adashmasam shunday qaror bor. Taxminan buni qo'llash natijasida maktabning narxi 2600 va Gullanda mos ravishda 1600 ga tushib boradi. Undan tashqari chegirmalarning ro'yxati birinchisi albatta HDP o'quv markazidan boshladik. Agarda HDP o'quv markazi xodimlarining farzandlari bo'ladigan bo'lsa, biz ularga 25% chegirma bo'ladi. Mos ravishda Amasqul xodimlarining farzandlari ham absolyutni farqi yo'q. Qaysi lavozimda ishlashidan 25% chegirma bo'ladi. Undan tashqari HDP o'quvchisi yoki bitiruvchisi bo'lsa, ularga albatta 10% lik chegirma beramiz. IELTS 6 va undan yuqori ball bo'ladigan bo'lsa ham chegirmalarimiz bor. Kam ta'minlangan oila yoki bakursini yo'qotgan o'quvchining uchun ham chegirmalarimiz bor. Viloyat olimpiadalarida sovrindor bo'lgan bo'lsa, sport bo'yicha respublika doirasidagi musobaqalarda g'olib bo'lgan bo'lsa, bu o'quvchilarimiz ham albatta chegirmalarimiz bo'ladi. Bir oilaning 2 nafar farzandi maktabimizga keladigan bo'lsa, 2-baldan boshlab 5% lik chegirmalar qo'llaniladi. Ta'lim yoki sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari bo'lsa, ya'ni o'qituvchilarning farzandlari yoki shifokorlarning farzandlari bo'lsa ham albatta bizda chegirma bo'ladi. Bu chegirmamiz miqdori 5%. Bu chegirmalarni ham qaytadan ko'rib chiqib turibmiz. Agarda bundan ham kattaroq chegirma berish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, moliyaviy modelimiz to'g'ri kelsa, albatta chegirmalarni
oshirishga harakat etamiz. Demak, bu chegirma va narxlar hali rejalashtirilgan. Sentabr Rejalashtirilgan. bo'lgan vaqtida qaytadan yana ko'rib chiqib, yana e'lon qilinadi. Bu ko'rsatilgan narxlar maksimal va aytilgan chegirmalar minimal. Ya'ni narx undan oshirmaymiz, xudo xolasa, undan kam tutamiz. Chegirmalarni undan oshirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, yaqinda bir o'ylab qo'ydik, bu ham aytiladi. Milliy sertifikat olsa, masalan, matematikadan milliy sertifikat olsa 30% chegirma, ingliz tilidan milliy sertifikat yoki IELTS oladigan bo'lsa 30% chegirma, majburiy fanlardan sertifikatlari qandaydir nimalari bo'lsa, u bo'yicha ham chegirma. Undan tashqari hali stipendiyamiz ham bo'ladi. Bu bo'yicha ham hali yana to'xtalamiz. Demak, bu hamma chegirmalarni va stipendiyalarni bir jadval ko'rinishida ota-onalarga tashlab bersak bo'ladi ekan unda. Ijtimoiy tarmoqlarimizda ham e'lon etamiz va ota-onalar ham maktabimizga kelgan vaqtlarida yoki telefon chaqlarni ularga to'liq chegirma jadvallarini, narx price grantlarini beramiz, xudo xolasa. Omon School. Biznes va liderlar maktabi.